Nima? Yo, kerak emas. Tur ko'chaga chiqib o'yna uylanishtirishim kerak. Tur. Varey Yasimon. Bu varey hali fadolarni zabt etadi. Zebo, kopta o'ynamaymizmi? Da? Davay, qani koptu? Mana faqat ozgina naski kerak yana. Oyim bozordan Tetris olib keldilar shunga. Bollama 2 yil yiqqan ketganlarimni sizlarga bermoqchiman. Nimaga? Oyim aytdilar, ko'p o'ynasam mamtimdan rak bo'lar ekanman. Chanqadim, nimadir ichaylik. Men uydan suv ichaman. Ketdim magazindan kola olib ichamiz. Yana sovuq suv ichmassanmi? Qani oldimga kel. Borsam urasdi. Hozir oldimga kelsang urmayman. Alda babur uribdilar-de. Qochishini qara buni hayvon. Ketdim men uydan pomidor bilan non olib chiqmayman. Kakras seni qidirib yurdim. Uyga kirib ko'chaga chiqmaysan. Hozir uyda o'tirganda ko'chaga chiqaravardingiz-ku. Shunaqa ko'chaga chiqib kelganda seni uyda o'tkiztiraman. Yur. Uf, cho'g'i salkam bo'lib qopti-de. Bo'laveradi pishsa bo'ldi. Pensiyalar keldi, pensiya. Pensiya, buvimga ketdim. Bujonim, o'zimmi, jannatim yaxshiyam borsiz, boringizga shukur, sizni juda ham yaxshi ko'raman. Oho, navarang sizni juda yaxshi ko'rar ekan, a? Navaram bo'lgandek yaxshi ko'radi. Aytgancha, bu oy sizga pensiya yo'q, shuni aytib qo'y degandim. Nimaga keldim unda? Oling qo'lingizda. Shuncha o'rib kim o'tiribman? Voy, Zebonada seni chiqdi. Şıkı baba. Baba şıkı Bilasizlarmi, yosh bolaga bu narsa qanaqa ta'sir qiladi? Axir bu zo'r-ku, endi odam xohlagan narsa olib beradi. Qanday baxt. Nega hamma adala shom payti ichib kelarkan, ha? Obbo, yana ichib keldingizmi? Hech bo'lmasa ro'zg'orga pul olib kelgandirsiz. Bir so'm pulim yo'q. Hammasiga qizimga narsa olib berdim. Zebo, dini pul so'rasanga beradilar. Bo'l. Ada, pul bering. Bo'ldi ona qizim. Hamma pul senga. Mana. Voy, qo'lingni yag'rini qara. Qani yur cho'milamiz. Pul ol bu yoqqa. Yaxshi, Yur dedim, ishoningga. qaynoqaga suv. Bu yag'rini ketqashga bu suv ham sovlik qiladi. Sandalga bir soat boshing tiqsang quriydi. Endi ko'chaga chiqarsam bo'ladi? Ruxsat beraman, agar kiyimini qirqsang oyog'ingni urib sindiraman. Men yangi kiyimimni kiyib chiqdim. Endi qo'llashuvchi o'ynaymizmi? Tamam, qo'chib to'xta. Oyimdan o'laman. Sen gibisanmi? Oyim murshalla ozgina qorong'u tushsin, keyin ketaman. Ko'rinmaydi deyman. Как раз svetam o'chibdi. Chapillamay podvoldan chiroqni olib chiq. Tur. Mana. Ay, keldingmi? Ha, barakalla. Sen yana ustini qilqildingmi? Shoshmasdan chiq. Sog'indim onajon, osmondagi sevgilash hamisha bo'lsin yondosh bolaligim. Men erimni oldilarda. Qo'llaring abjirligini qara. Qaynonamni oldilarda. Ay, kundan do'dimsiz kelar. Ko'ziga qara, ani. Ovqatni tuzi past balandligini qo'lda o'lchaysan-da. Конечно, o'rganib ketganman-da. Necha tuzi kam? Ozroq qo'shingchi. Bunga bo'ladi. Atek normal. Kim ichadi endi buni? Kelin salom qilishga ham yoravar ekansan, odam turgisi kelib ketdi-yu. Voy, xush kelibsizlar. Keling, tez kelin salom. Qanday yaxshisizlar? Pardon. Xush kelibsizlar. Kelinim Hindda hokipoylar olyapti. Tur, beparosat, tur. Kelinglar. Zebo, kiyimsiz akasi qilaylik. Davay, как раз
KFC'dagi chef burgerga 40% chegirma bor. Yandex.Go ilovasi orqali nafaqat KFC'dan, balki boshqa ko'plab sevimli restoranlarimizda Fedap, Maxway, Walk Street 77 dan 40% chegirma bilan buyurtma berishimiz mumkin. 14 Zebo promo kodi orqali Yandex.Go ilovasini taomlar bo'limida 80 ming so'mdan boshlab birinchi 3 ta buyurtmaga 30 ming so'mlik chegirma bor. Kelin. Shu nimadir zakaz qilib qorni chiqadi. Vallahi bo'ladi. Qanday qilib qaynonadan qutulish mumkin? Qaynonang dushmaning. Qaynonadan alohida chiqib ketishni eshitayo'q. Bo'ldi, kerak emas. O'zim zakaz qilganman. Qaching. Dugoningni to'yida kelin dugona bo'lsang nimalar bo'ladi? Makiyajim oqib ketyapti. Sen bugun uni ham salonchisi, makiyajchisi va xizmatkor cho'risi bo'lasan. Kuyov kelyapti. Hayajonim bo'lma. Yo'q, o'ng tomonda turaman, chap tomonidami? Qatingga kelib turib, o'sha yerda turaverasan. Hech nimani bilmasang ham bir amallab kelinni olib yurishing kerak. Siz yaxshilab qarab turing. Birinchi marta kelin bo'lishida hech nimani bilmaydi. Opa, men hech narsani bilmayman. Yaxshi tomoni fotosessiyaga ketayotganda seni birinchilardan bo'lib oldiga o'tkazib ketishadi. Zan kim olib ketadi? To'yi boshidan oxirigacha mana shu jin urgur kelin ko'ynini sudrab yurasan. To'yxonada qornim og'rib qolsa nima qilaman? Hali to'y payti chiqib ketgan bitta ham kelinni ko'rmadim. Demak, hamma bir xil ish qiladim. Kamiga kelinni hamma sendan so'raydi. Kelin qani? Qizim qani? Kelin, kuyov bir-biri bilan ovora. Mana bitta kuyovning o'rtoqlari kelin dugonalarini o'rash bilan ovora. Zebo dugonam qani? Kelin yo'qolsa ham unchalik vohma qilishmaydi, lekin sen yo'qolsang hamma qidiradi. Sen bo'lsa to'yini o'rganib ketgansan. Zebo qayerda yuribsan? To'yinaga bo'lajak chaqaloqinglar uchun kolyaska olishga keldim. Voy, shart masida qimmat bo'lsa kerak. Yo'q, unaqa emas. Uni Uzun marketda eng arzon narx kafolati bilan buyurtma qildim. Rostdan boshqa onlayn do'konlarga qaraganda ancha arzonroq. Eng maza joyi to'yxonaga borganda dugoningni istalgan pulga sotasan. 1 million bo'ladimi? O'zi bunga bu ham ko'p, lekin menga pul kerak, shuning uchun 5 million berasizlar. Ya ishing oching ishingni. Pul sochishayotganda ko'zingga pulli shunaqa olovdek ko'rinadi. Qaniydi yotib olib hamma pulni terib olsam, eng qizig'i hamma ovqatlayotganda sen kulib turishing kerak ekan. Hamma o'ynayotganda endi turib o'ynayman desang, O'rtoq ketma, bitta o'zim qo'rqaman. to'y tugadi, hamma baxtli, lekin sen dugoningdan butun umrga ayrilding. Paq! Oylik ishda endi mashinaga pul yig'sam bo'ladi. Menga ovqatning kiyimi bor ekanmi? Mashinaga pulni keyingi oydan yig'a qolaman. Gap pulini yig'amiz ber. Bu galgi oyligim ketdi. Yo, maqsad mashina olish. Ol o'rtoq, bir xil bo'lib yuramiz. Ol o'rtoq. Bering. Bekor pul qistiribman-da. To'yanaga ham pul ber, to'yanaga ham. Yo, meni oyligim o'zimga qoladimi, o'zimga? 3 oyda aniq qaytarib beraman, berib tur. Men kakrasanga beraversam, o'zim ishlatib qo'ymayman. Iloyim, hammaga shunaqa ulug' dugonalar nasib qilsin. Oyi, meni yiqqan pullarim qani? Sarpinga narsalar olib bordim. Men pulga mashina olmoqchi edim. Yo'q, bu yerda pul yig'ib olmaydi. Chetga ketaman. Endi men Rossiyadaman. Start program orqali. Bu xalqaro loyiha aynan biz 16 yoshdan 22 yoshgacha bo'lgan qizlarga mo'ljallangan. Birinchi kunyo HR mutaxassislar bizani kutib olib, hujjatlar bilan yordam berib, hamma savollarimizga javob berishdi. Bu programma bo'yicha 6 xil yo'nalishda ishlash mumkin ekan. Catering, servis va mehmondo'stlik, ishlab chiqarish operatori, avtotransport haydovchi, montaj ishlari, ta'mirlash va pardozlash ishlari. Men catering yo'nalishini tanladim. Endi men professional oshxona jamoasida ishlayman. Xizmat ko'rsatish, taom tayyorlash, eventlarda qatnashish. Eng yoqqan joyi yashash joyi bo'ldi. Yangi, zamonaviy, yotoqxona toza, oshxonasi jihozlangan, hatto dam olish xonalari bor. Menimcha bu yerda juda ham ko'p do'st orttiraman, chunki start program bo'yicha 40 ta davlatdan kelgan ishtirokchi qizlar bor. Yashash joyi ish joyiga yaqin, transfer bor, xavfsizlik yuqori darajada. Uchib kelish biletingiz va sug'urtangizni ham kompaniya o'zi to'lab beradi. So'rab. Oyman keldim. Oy, kakras, seni pulinggachi seninga to'yini qilamiz deb plan qilganmiz. Chiqar pulni. Men ketdim unda. Qayerqa ber pul? Yo. Bu yoqqa ket. Yo. To'xta dedim. Ket to'xta. Ciao bella ciao ciao ciao.